Svandor restoraniga xush kelibsiz. Bugungi menyumiz edi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zbekistondan salom sizga. Ha, yo'q. Ko'rsating ovqatinglarni. Rozsiz? G'alati. Xo'p, maqtanayotgan Svandor oshqozonisini sizlar bilan ko'ramiz. Bu desert tez. Yuqorini och. Bunaqa narsalar ham bor ekan. Tak, yo'li nima? Salatlar, yogurtlar, olivka. Ovqatga maqta sudi. Endi men Antaliyaga borganman. Antaliyaga so'zlab qo'yasiz. Men Antaliyaga borganman. Antaliyada o'rtacha srednyaga boribman, Kirikaga. Chestno говоря, aytaman, Kirikani asortilari bundan yaxshiroq narsa. Endi bu yerda bunaqa notabiiy ovqatlar bor ekan, tofudan qilingan bo'lsa kerak. Hozircha shunaqa ощущение salatlardan. Горячий. Bilmadim, baqlajonli nimadir ovqat. O, bratan, makaron. Mana bu yerda koreyskiy kuxnya bor. Kimdir koreyskani noshqasi, hamda har sohadan bir shingilaganda tuxumli nimadir, qo'ziqorinli. O'diga bo'lgan mana kartoshka. Menga to'g'risi aytsam, ayolim rosa maqtadi Svandorni. Hozircha men uchun Antaliyani ovqati zo'r. Hop. Nechta bo'linmasa kerak. Bu yerda nima? Diyetetskiy. Bilmayman, nima ovqat deyiladir-da. Sonlarga ham zapaq, o'tkir. Так. Diet menyu. Yani bu qayla deydi o'zbekchasiga. Souslar. Baqalajon. O'lgan baliq. Jigarga o'xshayapti. Kotlet qanaqadir baliqli bo'lsa kerak, baliq hidiga o'tib chunki. Sashishki free. KFC. Bu pizza sifat ovqatlar. Pizza. Qancha? Turkcha anu. Nima deydi shuni otini? Turkdan ovqatida shuni. Va Farruxga degan ukam bo'lardi. Shuni men yedirgan edim mana shuni otini. Esimda yo'q bunlarga.